Hammaga salom bolalar, yaxshimisizlar? Yaxshi keldinglarmi? Bugun yana challenge olamiz, yana hamma o'z-o'ziga bo'ladi. Tayyormisizlar? Bugungi challenge-da sizlarni 3 ta shart kutadi. 3 ta shartdan kim eng katta ball yig'sa, oxirida qolgan nima yutadi? Krispy. Katta bo'lmasa ham, ketadimi? Bo'lmasa 1, 2, 3, ketdi. Hamma tayyor bo'lsa, birinchi shartni tushuntiraman. Qaranglar, bolalar, birinchi shartda penalti challenge qilamiz. Bizda bugun variatada kim? Usmon. Seyfli kutib qolamiz Usmondan, to'g'rimi? Bo'lmasam qaranglar, penalti challenge-da har bitta ishtirokchi 3 tadan tepadi. Eng kam gol urgan 3 ta ishtirokchi keyingi bosqichga o'ta olmaydi, chiqib ketadi. Tushundinglarmi? Bu yerda bizani ko'rib o'tirganlarga listga nimadirlar tayyorlab qo'yishini tilab qolamiz, to'g'rimi? Nima esdan chiqmasin? Bitta like bosib ketib, kommentariyadan yozib ketinglar fikringlarni. Biz hammamiz o'qiymiz, to'g'rimi? Bo'ldi, bo'lmasam boshladingmi? Ketdi. Ko'p Saidavlod deb beradi, bizning asosiy darvozabonimiz. Ketdi. Ketdi. Oy. Üçüncü ishtirok. Ketdi. Oy oy oy. Oy oy oy. Oy. Oy oy oy. Sudah bola bir. Dördüncü ishtirok. Oy. Ketdi. Oy oy oy. Oy oy oy. Bitta gol. 5-chi ishtirok. Oy oy oy. Ketdi. 3-chi urinish. Ishtirok. Ketdi. Oy oy oy. Ketdi. Keyingi ishtirok. Oy oy oy, bitta gol bor. Oy. Ketdi. Ketdi. Oy oy oy. Haydazam, ketdi. Oy. İkinci urinish. Gol bo'lishi kerak bunisi. Oyoq uchida tepma, hech qachon oyoq uchida. Probably wondering when. Oh! Ketdi. Voy. Up this shot. Oh! Ketdi. Voy. He's throwing away the match. Oh! Oy. Bor. Ketdi. Oy. Ketdi. Varatar. Urinish xohlasang show qil, uka. Show. Ketdi. Gol. Ishtirokchimiz o'tgan challenge g'olibi qani ukam? Ketdi. Oy oy oy. Qara. Qara ukam. Hozir o'sha keyingi bosqichga o'tding. 2 udaring bor, xohlasang show qil. Boshqa chudarlar qil. Ketdi. Ketdi. Ketdi Bekzod. Birinchi yo'q, ikkinchidan.
Oy oy oy. Keyingi bosqichga o'tding. Uchinchisini shou qil. Ketdi. Shou. Chotki shou bo'ldi, zo'r shou. Hop, bizda birinchi challenge tugadi. Birinchi challengedan keyin bizda 3 ta umuman gol ura olmagan ishtirokchilar. Doniyor, Muhammadrizo va kim? Ali. Keyingi shartlarda, keyingi challengelarda omad tilayman sizlarga. Buguncha sizlar bilan xayrlashdik, bolalar. Hop, qolganlar. Ikkinchi challenge-ga o'tganinglar bilan tabriklayman. Agar shu yoqgacha videoni tomosha qilgan bo'lsangiz, bitta like bosib ketinglar. Iloji bo'lsa, komment yozib ketsanglar ham bo'ladi. Bo'lmasam keyingi challenge-ga nima qildik? 1, 2, 3. Hozirgi challenge tushuntiraman. Sherik bo'lib oldinglarmi hammanglar? Sherik bo'lib olgan bo'lsanglar, qanaqa bo'ladi? Bir-biringlar bilan bir-biringlarga dushman bo'lasiz. Bitta odam bu yoqda, bitta odam bu yoqda. Tizza deyman, tizzani ushlaydi, yelka deyman. Kopto deganda kim oyog'ida birinchi bo'lib tortsa, o'shanga ochko yoziladi. Tayyormisizlar? Tizza. Kopto. Hop. Yelka. Oyoq. Bosh. Kopto. Birover, oxirgisi. Kopto. Ketdi bo'lmasam. Bo'ldi. Tizza. Yelka. Tizza. Kopto. Va. Yelka. Kopto. Birover. Kopto. O! Tizza. Yelka. Kopto. Yelka. Bosh. Tizza. Bosh. Kopto. Birover. Kopto. Oy oy oy. Kopto. Oy oy oy. Kopto. Voy, bo'ldi o'sha. Tayyormisizlar? Oranglardan bittalik keyingi bosqichga o'tasizlar. Yelka. Kopto. Bosh. Yelka. Kopto. Oy, birover. Kopto. Ishtirokchilar, yelka. Kopto. 1-0. Bosh. Tizza. Yelka. Kopto. Tizza. Yelka. Kopto. Bolalar, bu challengeimiz ham tugadi. Yutqizganlar bir qadam oldinga chiqinglar, 6 ta bola. 6 ta bola chiqdi. Afsuski, sizlar keyingi bosqichga o'ta olmadinglar, qochinglar. Sizlar qoldinglar. 6 ta bola hozir birinchi o'rin uchun, ya'ni Fisti uchun nima qiladi? Kurashadi. 1, 2, 3. Ko'ryapsizlar, 5 ta kopto, har bittanglar tepib chiqasizlar. 5 tadan kim eng ko'p gol ursa, bugungi Fisti g'olibi bo'ladi. Tayyormisizlar? Ketdi uka. Oy! Chotki. 3 ta. Yo'q, saydazam. Ket. Oy, tez. Oy, davay. Ket. Tez tepish kerak. Tutmasdan tepish kerak edi, aytganimdek. Tabriklayman uka. Negodin. Voy, Oyog'ing qiyshiq ekan. qani futbolkani ko'rsat. Ronaldo keyingi ishtirokchi. Agar hozir 3 tadan kam gol ursa, bizda ikkinchi Ronaldo. Qani futbolkani ko'rsat. Ronaldo o'tib ketdi. Yutadi. Ketdi. Matqovul! Kimmisan? G'irrati bozorga borib keling. Voy. Mana bugungi challengeimiz ham tugadi. Qalay bo'ldi? Yoqdimi hammaga?
muxlislar, ya'ni obunachilar sizlarga ham yoqqan bo'lsa, bitta like bosib ketasizlar. Bo'lmasam, bugungi challengeimiz g'olibi Muhammad Ali. Bu sovg'asini yutdi. Qani. Keyingi videolarda ko'rishguncha ketdi.